Mayaqdan diqqat qilishing, ha, canım. Kızımның suratini ko'rib boqamsiz? Ma'qul. Mush qizim ha? Voy, nimda chiroyli qiz bu. Nerede ishlaydi o? Qizim o'qituvchi. Ha, bu yil qancha yosh kirdi? Chiroyli qizga. 28. 29. 30. Zodi qancha yosh kirdi, canım? 31 yoshga. Voy, mush vaqt turmush qurmadimi? Turmush qurgan, lekin shu kelishamay ajrashib ketdi. Voy, unda bolasi bormi, yo'qmi? Yo'q, bolasi yo'q. Ha, nima sababmi ajrashgandi? Shu. Turmush kelishamay ajrashib ketdi. Voy. To'xtab turing, sizning o'g'lingiz-chi? Ha, canım, mening o'g'limni qarang, bir qitim to'y qilib ajrashib ketdi-da. Voy, bu bolalarni. Bolasi bormi? Yo'q, bolasi yo'q. Nima sababdan ajrashib ketdi? Voy, ularmi shu ikkisi kelishamay ajrashib ketgandi. Voy, ikkimizning bolalarning ahvoli o'xshashgan-a? Voy, shu. Men unda seni ko'rishamiz, Jumol, yana meni aloqalashamiz. Men Aygul bilan xo'shlashib chiqay. Bo'lamdi? Bo'ldi. Ma'qul emsa? Voy, canım Aygul, o'zingizni bilasiz, qarang. Men hamma ishga to'g'ri qarayman. Ma qiz bola. Allaqachon 31 yosh kiribdi. 31 yosh kirgan ayol uchun qarang, bolaliq bo'lib, qo'soq ko'tarib, tug'ish degan yosh qizlarga yetamdi-da. Azmat akam bir qadim to'y qilib ajrashgan holda 34 kirib qoldi. Voy, Azimat bu yil 33 yoshga kirdi. Er kishi degan bir qatim ajrashsa, nima bo'ladi? Voy, er kishi chiqib, tanlab chiroyli qizlarni ola oladi, canım. Lekin ayol kishi 31 yosh kirgan cho'kanchi. Ayol kishi degancha tez qeyriydi, men sizga deb qo'yay. Sizmi bilasiz, tez qeyrib ketamiz. Uning ustiga o qizlar nima sababdan ajrashdi, biz nereden bilamiz? Shundami? Uning ustiga Tulxotunning kayinda shunda jiq gap bo'ladi. Shunga men o'ylashdi. Tulxotunnichi hargiz apamayman qizimga. Hargiz o Tulxotunni hargiz apamayman. Men sizga deb qo'yaymi? Bu Tulxotun apagim yo'q. Voy, nindavatsiz? Voy, Tulxotun deb ketibsiz-ku? Voy, sizning o'g'lingiz borku, qarang, 5-ki bo'vaqdiki. Voy, ummaga bir ajrashgan erkak tulkan-ku. Voy, bir qatim ajrashgan er kishi bilan bir qatim ajrashgan ayol kishi, ikkisini deb tang olmaydi-ku. Beshingizning suyi bormi sizning? Qanday ayolsiz? Voy, bu nima deganingiz? Men qaytay. Voy, gapni davrlab, nega qochsiz? Voy, Sodim. Nada bo'ldi? Voy, Sodim. Bu nima qilganingiz bu? Men qasddan qilmadim. Voy, siz nimda yo'lsiz xotin? Voy, masatimni qilib qo'yganni. Siz shuni yavoyi bo'lg'ashqa, shuni qizingiz uchun tul qolgan, men sizga deb qo'yaymi? Ha, u qizingizni kim oldi? Qosh ko'z bo'lsa hisobladi. Men sizga deb qo'yay. Aqli shu joyida bo'lish kerak. Unda qizingiz uchun chekingizga teng, nervam tegadi. Bo'ldi qilinglar-da. Qo'yay. Voy, siz uchun o'g'lingizni chekingizga teng. Men jinim chiqirdi, men xotin. Maktabga borguncha dadam singlimni ko'tarib, chiliq tagi cho'mib ketadi. Keldingmi? Nima bo'ldi? Chiroyinglardan bo'ron uchib ketdi-ku. Nima bo'ladi? Bugun borku, men bir xotinga yo'liqdim-a. Olvasti deklam. Qarasangiz borku, sap saqla. Lekin kesel tutib qolgan bo'lsa, gap qilmang. Hey, opsi. Sizlar xalq o'qituvchisi bo'lgan odam. Ko'chlar unda haqlar bilan o'ng ta'tir vaqirab jursanglar, satturdi juma. Endi men xalq o'qituvchisi deb, boshqalar bo'zaq qilma desa, bo'zaq deb turamdimi? Nimda gap qilgan jinim chiqirib.
Sen yani Nigoraga loyiq izlab chiqdingmi deymi? Bo'ldi. Jep bir. Lekin men bugun bek muhim ishdan birini tushunib oldim. Bu cho'nglarning degini bor-ku. Bek to'g'ri ekan. Bek rost ekan. Mush loyiq qiz deganda bor-ku. Qarshi tarafning ota-onasi bor-ku. Bek yaxshi surish qilish kerak ekan. Men uchratgan yilqi olvasi qiynallarning quliga tushib qolgan kelinlarning jini qanchalik qiynalib ketdi. Voy isset. O'ylsam, men chekam-chin qilib ketib berdi. Bichara. Billi bağın desem olmaysa. Endi xo'p bo'ldimi? Opa, bo'ldi endi buni demang-a. Men sizga texmi yaxshisini yangidan olib beray. O saatni dadang menga so'qigan saat bolam. Sen altın saat olib bersangmi uning o'rnini to'ldiramaysan. Dadang bo'lgan bo'lsa men mushkullarni ko'maydim. Opa, ko'nglingizni buzmang-a. Endi o'niq kelamdi nima desak. Sen opam yig'lab-lam bo'ldi qildi deb qoldingmi? Herkes bo'ldi qilmayman. Qulqingni ding tutib angla. Yiliq Arzugul 27 yosh kirdi. Yanılı qulqing qo'shaqmayaptamda. Sen osh qiz bilan cho'qim ko'rishsan. Gapimni anglamay baqqan sen.师傅，能不能开快点儿？好的。Vay. Ems men kilay deb qoldim shu aeroplasdan ko'rishaylik, ha? Men qarang sizga deyishni unutib qolibdim ha. Ishlarni putirib men tunigun qaytib kelgandim emasmi? Kechda ko'rishaylik, kechda, ha? Ha, ma'qul. 师傅，我们掉个头吧，我们不去机场了。哦，不去机场了？那行，那我到前面找个地方掉头。Canım, görüşe bakandık ya, ha? Ma'qul etsangiz hozir gachchidi bormi? Ha? Voy balam. Ha, qancha aldirash bo'lsa-mu, bir vaqt tamoq yegil vaqti yo'qmi-ka? Voy, bir vaqt tamoq yeganga, shirkit vayron bo'lib ketaman-de. Qanday degan gap bo'ldi bu? Ruslanbek aldirashga opa. Ma ishlarini tugitib olsin, bekor bo'lganda kangishib paranglashmoqdik. Voy, azroq vaqtdan keyin qachon bo'lib biz saqlayotqali? Men do'st dushmanlarning hammasiga, qo'lim qo'shnilarga ko'rgan bilganning hammasiga deb bo'ldim.
Agar endi bu ishdan chatoq chiqadigan bo'lsa-chi, men yuzimni nega qo'ymayman? Voy opa, nima bilan deydigansiz? Hey, sen onun bilan ardışayotgani uzoq bo'lib ketdi. Men to'yning gapini qildigan vaqtmi kelgan? Hozir sadovimsa, bu qanday bo'lib ketgani? Qanday qilamiz opa endi? Ashunda iqtidorliq yaxshi balni topdingiz. Yaxshi yo loyiqningga o'zi tushliq dadim bo'ldi ekan. To'g'ri tushunib turayli opa endi saqlab boqayli. Sizni qanchalik seg'inganimni bilamsiz? Eski. Seg'ingan odam arang vaqtingizni chiqardingiz-ku. Jinam, men yaqindan buyon ishlarim bak aldirash. Bir qo'limni ikki qilolmadim hozir. Shun xatoligimni to'nib, sizga Italiyadan azroq sovg'a taqash keldim-ku. Nim qilasiz buncha avaro? Siz uchun avaro bo'lsam hech gap emas. Öz qo'lim bilan bir taqab qo'yay. Oy, shunda yarashdi qarang. Alqingizlar shunda mas keldi. Rahmat, avarobsiz. Yoqtirdingizmi? Ha, siz sovg'at qo'yasiz, nimishqa yoqtirmayman. Nabiy. O. Sayyoqqa jabirsiz. Qarang jinam. İşlerimden aldirashligini sizmi bilasiz. Mush ishlarimni tugisa, eligo sayyoka jahannam nariga bormaysiz apirman qo'jim. Men go mayli, lekin hech bo'lmaganda opamning oldiga bo'lsin, bir salomga kirib qo'ysangiz bo'ladi. Men bu shunda o'ylashyapman. Lekin mushunchalik tayyorligim qoldi. Shu ishlarim bitib ketsa, opamning oldiga bormang desangizmi, kunda berib yeta olamman. Jinam. Bugun sal charchab qoldik. Men balduroq qaytay. Bo'lmasa siz men bilan bir yotoqqa berib birdam o'ltirib qaytam sizga. Men yotoqqa bormay, ishkimiz to'y qilmoq emasmi? Toza yaxshi bo'lmasmiki? Mayli. Zo'rlamay. Qani choy ichga o'tirlar. Hey opa. Ha? To'xtab turing. Ne bo'ldi? Ma'qul. Vaycha, bu nim bo'lganda aytganda. Voy, yaxshimisiz qizim? Kira. Voy, avaro bo'lib so'g'salam ekanini, odamni xijil qilib. Qani, kira. Qani qalaman mo deb oldirib kelib baldir kelib oldimmi debdim. Voy, yo'q, baldir kelgan yaxshi. Qani o'tiring. Voy. To'xtaman, sizga bir choy qo'yib deychimi? Qani qizim. Issiqda choy iching. Cho'nglarchi yaxshida? Yaxshi. Cho'nglar Urumchidami yo? Ya, mening ota-onam Qashqarda. Men o'qishni bitiribla Urumchida qolib qolgandim. Shu ota-onam mening turmushimdan ansirab kashkish telefon qildi. Voy qizim, otan degan ansiraydi. Cho'qim ansiraydi boldin. Men hozirgacha shu azmatdan ansirayman qarang. Bu cho'pchong bo'lib qolsimi, yana ansirayman. Men azmatga telefon qilib qo'ygandim, hozir kirdi aqchan. Ma'qul. Qani, og'ash o'tiring, kirgichilik.
To'xtang, men sizni o'zim tutib qo'yay. Oy, qani. Yela qizim. Voy, Azimat. Ha, bolam keldingmi? Bu yoq bo'lsa mening o'g'lim bo'ldi. Ismi Azimat. Bu yoq bo'lsa Arzugul. Bolam. Ha, kela. Oppa, ertaganda nima o'yin o'ynatsa? Voy, o'yin o'ynamadim, sening g'amingni qo'ydim. Bari oyat o'tda qizg'inroq bo'l, bolam. Siz bilan cho'ng oldik. Ma'qul. Kela bolam, kela. Sen o'tira. Sen choy qo'yay, ha? Ha, ma'qul. To'la issiqdi, aqchan. Voy, isib. Qani choy iching. Sizmi og'ash o'tiring, qizim choyni. Men bir qo'yib beray, ha? Uy. Ismingiz? Ismim Arzugul. Arzugul. Siz qaysi maktabni bitirgan? Shinjongda shuni. Ha, Shinjongda shuni. Yaxshi. Qiziqishingiz? Mening qiziqishim kino ko'rish, anondan keyin rasm chizish. Voy. Yaxshi. Yurtingiz? Yurtim Qashqardan. Qashqardanmi? Opamning tegimi Qashqarga tutishadi. Unda yaxshi. Tomoq etish, kir qatishlarda chataq yo'q-a? Ya, chataq yo'q. Men yaqinda to'rdan g'arib tomoq etishni o'rganib oldim. Voy. Kim degan yaxshi, tirishchan hozir qizlar. Tibobat qandaqroqsiz? Tibobat? Tibobatdan ancha xabarim yo'q, lekin o'rgansam bo'ldi. Ha, opamning bo'g'im og'riq kesilavachi. Shuni so'rab qo'ygan yerim. Oila elektr saymonlarini ishlatishga chataq yo'q-a? Albatta bilaman. Endi siz davatga oila elektr saymonlari qaysi tipdagi oila elektr saymonlarki, lekin bir qatim ko'rsam uni o'rganib ola olmayman. Ha, bo'l chataq chiqmaydi ekansiz. Chataq yo'q. Qani qizim, og'ash o'tiring, ha? Ma'qul. Opa, bu qizni yoqtirib qoldim. Sizga birinchi oyda yataq tomoqingizni ko'tarib 2000 ko'y pul beray. Agar ifodangiz yaxshi bo'lib qolsa, yana qo'shib bersam bo'ldi. Voy, nima? Voy, men bu uyga xizmatkorlik ekanmidi? Voy bolam, senda chataq yo'qdi. Men bu Arzugulni sana tunishtiray deb chaqirib keldim. Sen nima ko'p kunduzda jo'ylaysan? Sen erishib qoldingmi, ya bolam? Kechiring. O'qishmaslik bo'ldi. Opa, meni so'yginim batuz boshqa qizlarni ko'rishsam, qanday bo'ldi? Voy, sening qachonda yo'q so'ygining bo'lib qoldi? Ha? Tunigundan boshlab. Tunigundan boshlab? Voy bu. Voy, Shamxona. Voy, nima ishim bor-di? Nima maqashtir? Sen qoldi Arzugul. Men opam bozorga demay shu o'qishmaslik bo'lgan uchun men sizdan kechirim so'rayman. Opa, meni ishim bor, men tashab Voy Arzugul, men sizni uzatmadim, qizim, men siz telefon qilmang. Cho'nglar salom ayting. Hey, nega bording? Nega bording? Sen mustaqil nimaga erishmoqchisan? Oxir sen meni o'tirgida o'xshaysan, xop qilib. Bir omdan Arzugulni qo'ldan berib Sen oxir meni chisil qilib o'tirdigan bo'lding. Opa, bundoq chechilmang-a. Men xato qildim. Meni kechiring-a. Men xato qildim. Men ish qilmay. Hey, yakshanba kuni kim ishlaydi ekan? O'tamayadi, jim. Hozir bo'lgan ishlarni degina. Opa, men qaysi ishni deyman? Qaysi ishni deyman deganing nima deganing? Hozir so'yginim bor degan gapni qilding-ku. Edi, qaysi vaqtda so'ygining paydo bo'lib qoldi-mdi? Tuyuqsizlar. Voy, men qachon so'yginim bor dedim sizga? Voy, mabali saqdi. Sen saqmo ya? Boyatin deding-ku. So'yginim bor mening deb. Bekadin men yaxshi qizlarni ketkizib etding. Qanda degan qamlashmagan ish bu. Sen-chi yuvoshlik bilan aytqin. Bo'lmasa, men degan rasmiy sen bilan hisoblashib qolaman. Edi. Ha, to'g'ri. Men bir sizdan arilishyaptim. Kim bilan arilishyapsa, u nima ish qiladi ekan? Qancha yosh kiribdi? Negar, o'qituvchi. Uni o'zing tunishdingmi yo boshqalar tunishtirdimi? Ha, hali Nig'ma tunishtirgan navrsangiz-chi? Navrsangiz? Hey, o qiz qancha yosh kiribdi? To'y qilganmi-ki, qilmaganmi-ki? 30 ga kirgan o'xshaydi. 30 ga. Bir qitim to'y qilgan bo'lsa, nima bo'pti? Menmi to'y qilgan-ku?
Sen saqmo ya balam. 30'ga kirgan qiz bilan to'y qilsang, u balaliq bo'lsa, qancha yoshlarga kirib ketadi? Senchi kallangni damdamda silkib deb gap qoljima. Men deb qo'yay. Apa, bu loyiq topmasam, topmading dedingiz. Endi topsam undaqkan, bundaqkan dedingiz. Men zat qanday qilsam bo'ldi? Ay, qanday qilsam bo'ldi? Qanday qilishing o'zing bilasan, qanday qilsam bo'ldi deydi o'tag'i. Cho'pchong turib. Topsang bir tuzugirak, yaxshi bir qizni topmamsa, to'y qilgan qizni topsang qanday bo'ladi balam? Sen o xotinning tigitakini bilmay turib, eri bilan nima sababdan ajrashganini tig'i bilmay turib, sen tig' uning bilan aralashmoqchi bo'layotgamsan? Qat'iy ruxsat yo'q. Ha, men senda qat'iy rozi bo'lmayman. Bildingmi? Ma'qul, apa, ma'qul. Men cho'qim qiyshiq berib, men hozir uning bilan munosabatni uzdiganligimni aytaman. Hey sen to'xta. Astagfirullah, ma balni. Ajab xafa qildi bu.